Ta'limga e'tibor kelajakka e'tibor demakdir. Davlatimiz rahbari tomonidan har qachongidan ham bugungi kunda ta'limga e'tibor qaratilmoqdaki, hududlarda mana shunday maktab internatlari, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Ayni paytda biz Shovot tumanidagi aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasidamiz. Bu yerga ham har yili minglab yoshlar tanlov asosida qabul qilinish uchun hujjat topshiradilar va eng iqtidorlilargina tanlab olinadi. Ahamiyatli tomoni mana shu yoshlarimiz bugun jahonda ham o'z bilimlarini va O'zbekistonimizni bilimga ega chanqoq yoshlarini namoyon etishmoqda. Bizning Shovot tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatimiz 2022-yilda prezidentning farmoni asosida tashkil topgan. Har yili maktab internatimizni bitiruvchilari 100% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilinmoqdalar. O'tgan o'quv yili jami 41 nafar o'quvchimiz maktab internatni 11-sinfini bitkazgan bo'lsa, shundan 17 nafar o'quvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin o'qishga qabul qilindi. Bugungi kunda 4 nafar o'quvchimiz 100% grant asosida Singapur, Koreya, Xitoy kabi davlatlarning nufuzli universitetlarida o'qishni davom qildirmoqdalar. Yakuniy nazorat imtihonlari bo'yicha maktab internati o'quvchilari ta'lim sifati bo'yicha eng yuqori 10likda sifat darajasini ko'rsatyapti. Fan olimpiadalarini oladigan bo'lsak, 9-11-sinflar o'quvchilari viloyat bosqichlarida yuqori 1-3likda natijasini qayd qilib kelmoqdalar. Ahamiyatli tomoni ta'lim maskanida tahsil olayotgan har bir yoshning natijalari aytishga arzigulik. Maktabimizda yoshlarni tayyorlanishi, bilim olishi uchun barcha yetarli sharoitlar yaratilgan. Xalqaro ELO, ya'ni ingliz tili olimpiadasi respublika bosqichida jamoamiz bilan test bosqichida birinchi o'rinni egalladik. Men hozir olgan sertifikatlarim va boshqa yutuqlarim menga o'sha xorijdagi top universitetlarda grantlar yutishimga menga katta yordam beradi. Bugun faxr bilan aytish mumkinki, yoshlar xorijiy nufuzli universitetlar uchun ham kerakli kadrlarga aylanishmoqda. Bu jarayonda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida xorijlik malakali mutaxassislar ham jalb etilgan. First of all, I'm really thankful to the Ministry of Preschool and School Education for giving me this opportunity. Avvalo menga O'zbekistonning kelajak avlodiga xizmat qilish imkoniyatini berganliklari uchun Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi rahbariyatiga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men bu yerda so'nggi 2 yil davomida faoliyat olib bormoqdaman. Lekin shuni aytishim kerakki, bu yerda o'quvchilar haqiqatan ham juda ajoyib. Agar mendan nima uchun deb so'rasangiz, birinchi sabab ularning kattalarga va o'qituvchilarga bo'lgan chuqur hurmatidir. Bu jihatdan ular dunyoda birinchi o'rinda. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ikkinchidan, men maktablarda hukumat tomonidan yaratilgan ijobiy muhitdan faxrlanaman. Bu muhit shundayki, o'quvchilar maktabga kelishni chin dildan xohlaydilar. Sinfxonalar chiroyli, har tomonlama qulayliklar yaratilgan. Umuman olganda bu men uchun ajoyib tajriba bo'ldi. Bu yerda odamlar saxovatli, mehribon va doimo yordam berishga tayyor. It's been an amazing journey. Maktabning asosiy maqsadi yosh avlodning tug'ma iqtidori va qobiliyatini aniqlab, ularni ilmiy, ijodiy va intellektual yo'nalishlarda rivojlantirishdir. Ta'lim jarayonidan bo'sh paytlarida qizlar raqamli avlod qizlari tanlovi uchun ham o'zlarining sun'iy intellekt asosidagi yaratgan loyihalari bilan ham faol ishtirok etishmoqda. Shu hafta oxirida bu tanlovning tuman bosqichi bo'lib o'tadi. Biz yonimizdagi sheriklarimiz bilan birgalikda sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bir proyekt tayyorlaganmiz. Masalan, o'zimizga kerakli bo'lgan jumlalarni, gaplarni yozamiz yoki nimadir matnni o'qib bersak, u bizga kamchiliklarni to'g'rilab beradi. Shuning uchun ham bu proyekt yoshlar uchun juda foydali deb hisoblayman. Bu loyiha orqali har bir o'quvchi o'zi uyda o'tirgan holatda mustaqil ravishda hech qanday o'qituvchi yordamisiz ham ingliz tilida ravon gapirishni o'rganishi mumkin. Davlatimiz rahbariga bizga yaratib berayotgan sharoitlar uchun katta rahmat aytaman. Men bugungi kunda Shovot tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 10-sinfida ta'lim olyapman. Bu ta'lim muassasasi bizga yaratib berilganligidan bag'oyatda xursandmiz. Bu yerda fizika va matematikaga asosan urg'u berib darslar o'tilmoqda. Asosiy fan olimpiadasining tuman bosqichida ham shunga yarasha natijalarni qo'lga kiritdik. Men bugungi kunda fizika va matematika fanlaridan milliy sertifikat egasi hisoblanaman va tuman olimpiadasida ham muvaffaqiyatli qatnashib, viloyat bosqichiga o'tdim. Viloyat bosqichida ham
faxrli o'rinlarni olishni rejalashtirganman. Keyinchalik bu bilimlarni va bizga yaratib berilgan shart-sharoitlarni oqlash maqsadida xalqaro olimpiadalarda o'rin olishga harakat qilaman. Bu dargohda 7-sinfdan buyon tahsil olib kelmoqdaman. Men bu maktabga qabul qilinishim hayotimdagi katta o'zgarishlardan biri bo'ldi deb hisoblayman. Chunki bu yerdagi o'quvchilarning bilimga tirishqoqligi, o'qituvchilarimning tajribasi va bilimi o'quvchilarni yanada ilm olishga intiltiradi va qiziqtiradi. Bir necha xalqaro milliy sertifikatlar sohibasiman hamda olimpiadalarda faxrli o'rinlarni egallaganman. Shu jumladan IELTS JARM, SAT 1470, ona tilidan milliy sertifikat sohibasiman. Bu yutuqlarga erishishimda ta'limda yaratilayotgan islohotlar va yangiliklarning o'rni juda katta deb bilaman. Kelajakda iqtisod sohasi bo'yicha ketib diplomat bo'lmoqchiman. Mamlakatimizda iqtisod sohasini rivojlantirish o'z hissamni qo'shmoqchiman. Amerika, Angliya va Koreya universitetlariga topshirib ko'rmoqchiman. Erishgan yutuqlarim albatta chet el universitetlariga topshirish uchun imkoniyat yaratib beradi. El yurt umidi jamg'armasini ham qo'lga kiritib, chet el universitetlarida o'qimoqchiman. Jamg'arma bilimga chanqoq va ilmli yoshlarni chet el universitetlarida bepul tahsil olishiga imkoniyat yaratib beradi. Davlatimiz rahbariga bizga shunday sharoitlar yaratib bergani uchun biz yoshlar juda minnatdormiz va albatta bu ishonchni kelajakda oqlaymiz. Shovot ixtisoslashgan maktab-internati bu faqat bilim maskani emas, balki kelajak ilmiy salohiyati va yosh avlodning umidi bo'lgan zamonaviy ta'lim markazidir.